Normurod Norqobilov yuzma-yuz tog'dagi yolg'iz odam. Ovul kayvonlaridan biri bo'lmish Hamidqul oqsoqol andak idoli, andak zardali ohangda raqibi yakkaqayrag'ochlik Asilbekning nomini tilga olmaguncha Omon Ali tayinli biror gap aytmadi. Tagidagi po'stak junni yog'on barmoqlari bilan tarab, tortqilab, hardamxo'l bir alfozda miq etmay o'tiraverdi. Negaki uning nazarida oqsoqolning diniy dunyosi e'tibor berishga arzimasdi. Suruvga yilda bir yirtqich oralasa oralabdi-da, endi shunga ham otago'ri qozixonami? Iste'dodli adib Normurod Norqobilovning asarlari qiziqarli voqealarga boyligi, shirali tili bilan kitobxonlar mehrini qozongan. Tog'dagi qiz, yolg'iz odam qissasida yozuvchi Omon Alining ilk muhabbati, quvonch va iztiroblarini qalamga olgan. Odatiy kunlarning birida tog'dagi o'simlik va giyohlarni o'rganish uchun kelgan Gul Asal bilan tanishgan. Keyin Omon Alining quvonchli kunlari boshlandi. Afsuski, bir-biriga ko'ngil qo'ygan bu ikki yoshning hayoti fojiali yakun topdi. Normurod Norqobilovning qissa va hikoyalari asarlaridan ushbu to'plam sizga ma'qul kelishiga ishonamiz. Hurmatli kitobxon, ushbu kitobni Do'stlik tuman axborot kutubxona markazidan topishingiz mumkin.